Xayrli hurmatli obunachilar, biz navbatdagi ishimizni yakunladik. Ushbu lokatsiyamiz Andijonda bo'ldi. Ko'p turganlaringda mutabaharat qilib, navbatimizni eni 15 metr. 3 ta chekkaga, 2 ta o'rtaga, yana 2 ta o'rtaga, yana 3 ta bu chekkaga. Shu 10 ta stoyga bilan cho'tki mustahkam qilib o'rnatib berdik. Bu tomonga tomga, bu tomonga bu nimada do'lsi taxtalarga yana qo'shimcha qilib mustahkam qilib qatirib berdik. Buni tevasini DVP, falga, tunika o'rtasi bo'lsa leksan bilan yopildi. Xudo xolisa bu ham chiroyli chiqdi. Videoda endi ko'rinyaptimi yo'qmi? O'zlaring bahosini berasizlar kommentda. Har doimgidek lisi 1.8, profillari 6 ga 6, tevalari, tevada lisi ham 1.8, 4 ga 4 profildan. Biz izlashda davom etinglar.